Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, ma'lum bir jiddiy shaxsiy sabablarga ko'ra kanalimizda 2 kun davomida video joylanmadi. Bu uchun barchadan uzr so'rayman. Bugun esa bizda yangi video. Albatta kanaldagi aktivlikni oshirish uchun pastga tushib bir dona like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kechagina Doston Bozorov g'alaba qozondi va bundan tashqari Shahzod Gold mag'lubiyatga uchradi. Bu holatga Nursulton Ro'ziboyev o'zining fikrlarini bildirdi. Ko'zinglarni ochinglar, kimni podderka qilishni bilinglar, gapirishni hamma biladi. Yutqazganda ham bir xil gapirishni o'rganinglar. Yutqazsa karillab, yutqazgandan keyin suvga tushgan mishiqqa o'xshamasdan. Uka, tabrik davomiy bo'lsin. Kam gapirib, lekin ishini bilib qiladigan sportchi bo'lgan deya fikr bildirgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Doston Bozorov tomon. Qadrli do'stlar, albatta Nursulton Ro'ziboyevning gaplarida jon bor, chunki Shahzod Goldni yutkazishiga hech kim ishonmaganda, deyarli 99% odam Shahzod Goldni g'alaba qozonishiga ishongandi, ammo yakunda ozarbayjonlik sportchi g'alaba qozondi. Qadrli do'stlar, albatta Nursulton Ro'ziboyevning gaplariga qo'shilsangiz, pastda videoga bir dona like bosing va kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Men esa dasturimizni davom ettiraman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, aziz xalqim. Bu video murojaatim oddiy xalq ichidan, o'zbek farzandi sifatida xalqimga murojaat qilmoqchiman. Shahzod meni o'rtog'im yo tanishim bo'lgani uchun emas. Shunday haqiqatni ko'rib turgan oddiy o'zbek balasi sifatida bu hozirgi holatga fikrimni bildirib ketaman. Bu arenada boshqa davlat vakillari, boshqa davlatdan kelgan mehmonlar juda ham ko'pda. Bizi o'zbek jangchimiz yutsa osmonlarga ko'tarib, yutqizsa boshqa davlatlarning oldiga yerga tiqib tashlaymiz. Qo'llab tashlaymiz mana shunaqangi. Bu insonga psixologik juda ham bir katta bosim bo'lib turadi. Men bu holatni juda ham yaxshi tushunaman, chunki o'zim yutqizgan. Arenadan turib qo'llab-quvvatlaganligini men o'zim his qildim ikki-uch kun. Sizlarning poddeshkalaringizda poddeshka dunyolarida yo'q. To'g'ri, har xil gaplar gapirilgan. Ortiqcha gap bo'lishi mumkin, sizlarga yoqmagan bo'lishi mumkin, lekin shu trash talkinglarda orqasida do'stlar uyida qarab turgan qora ko'zlari bor uni. Farzandlariga pul olib kirib, o'sha men shu sportdan pul topay, oilamni, ota-onamni xursand qilay deb harakat qilib, keyin bu narsalar qilinadi. Agar bu narsa qanaqadir pul olib kelmasa, qanaqadir manfaat bo'lmasa, hech qachon odam bunaqa chiqib internetda gapirilmaydi. Bu sport g'alaba bilan mag'lubiyat har doim yonma-yon yuradi. Qanaqadir zo'r bayis bitta udar bilan uxlab qolishi mumkin. Oddiyroq bayis bitta zo'r bayisda uxlatib qo'yishi mumkin. Buni sport deydi. Hamma glani mana shu oktagongacha chiqib olish. Shu xalq bilan qatorda do'stim, sizga bitta o'zimni do'stona maslahatim aytib qo'ymoqchiman. Meni yaxshi bilasiz. Har doim o'zimni yaqinim uchun to'g'risini gapiraman. Begona bo'lsa menga ne interesno, xohlagan ishni qilaman. Yaxshi bilasiz, hurmat qilaman. Har doim to'g'rini ko'rib turib, nohaq bo'lsa gapirgan odam. Lekin atrofingizda har xil nas bosgan tapchikalar paydo bo'lib qoldi-da. Ular juda ham yaqin o'zingizda olib yursangiz, yo ularga kelib turgan nas hayotingizga yo sportingizga aniq ta'sirini o'tkazadi. Men sizga do'stim maslahatim bunaqa tapchikalarni atrofdan tozalash kerak. U tapchikalarning razmeri bo'lmaydi. Bugun siz oyog'ingizga tushib ketadi, ertaga boshqani oyog'iga tushib ketadi, shu oyoqlar tagida yuraveradi o'ralash. Haqiqiy dostoyniy aka-ukalar sizga bir boshingizga muammo tushib qolsa, sirazu bunga yaxshilik qilib qo'yay, ertaga chiqqandan keyin prosmotrlari bilan, reklamalarim bilan bundan men o'sha sarflagan pulimni chiqarib olaman deb qilingan yaxshilik bu bratskiy yaxshilik hisoblanmaydi. Bu haqiqiy kishkavata ertangi kuniga kishkasiga podgotovka qilgan haqiqiy va shu kishkasiga povotini bergan kalamushlarning ishi bo'ladi. Do'stim, hali men sizga aytyapman, g'alabali kunlari juda ham ko'p. Hali dunyolarida katta arenalarda g'alaba qozonasiz. Agar men Shahzodning o'rnida bo'lganimda, menga shunaqangi jon kuydirib video qilarmidi, qilmasmidi, menga vashsha bezardi. Men hurmat qilgan odamimga noto'g'ri bo'layaptimi? To'g'rini aytib qo'yish. Chunki kimdandir ertaga manfaat keladi, shuni qilib qo'ysam deb qilingan yaxshilik qarz hisoblanadi. Bratskiy aka-ukachilik uchun qaddushi qilingan narsa hisoblanadi. Men hozir boyingizni ko'rib, nastroyenimga o'tirdim, bitta so'z chiqib qoldi.
kecha bizni sotganlar ertaga sizni sotadi. Sotilganlar otilmaydi, otilganlar sotilmaydi do'stim.